do'stlar, bugun sizlar bilan Fikri bor. Bugungi videomizda biz sizlar bilan juda ham zo'r Subhead'dan salgina boshqacharoq modni obzor qilib va qayerdan topish mumkin emas. Qanday nimaga to'g'ri, qanday versiyalarga to'g'ri ekanligini sizlarga tanishtirib o'taman do'stlar. Bugun men unday video chiqarmoqchi emasdim, lekin kanalimda ko'pdan beri video chiqmagan uchun shu videoni chiqarishga qaror qildim. Xullas, sizlar bilan fikr bo'lasizlar esa video boshlanishidan oldin like bosib obuna qilasizlar. Men esa videoni boshlayman do'stlar. Mana o'sha daraxtlar, rasmlar orqamdagi daraxtlar, bunday daraxtlar orqada ham yo'q. O'zi haqiqiy Minecraftda oddiysida yo'q. Mana bu masalan, mana bu sehrlangan odamlar, ya'ni skeletlar, bu yerdagi bug'u va shunga o'xshash narsalar oddiy Minecraftda yo'q. Xullas, inventarimni esa keyinroq ko'rsataman do'stlar. Lekin opa-onalar, sizlar menga obuna bo'lmagansizlar deb 100% ayta olaman. Chunki obuna bo'lmaganlar 99%, shuning uchun men 99% haq gapira olaman. Xullas, sizlar bu ko'rsatkichlarni to'g'rilash uchun menga obuna bo'lib ko'ring, like bosing va kommentariyada o'zingizni izohingizni yozing. Xullas, mana do'stlar, har xil biomlar, o'rmonlar, inventarimiz esa juda ham boy. Pichiq ko'rasizlar mana do'stlar. Kiyimlari ham, tapurlari ham bor. Do'stlar, hamma narsani tanishtiraman. Ketmon, lapatki kam, yana bir narsalar. Ko'rasizlarmi? Mana bu qanday qilishiga 15 ottak va do'stlar. Lapatni o'zi ham oddiy temir qilish bilan teng ekan do'stlar, qaranglar. 6 attak, mana 5 attak tapur bilan teng shu lapatga. O'qlar ichida o'qlar do'stlar, menimcha o'qlar o'zgarmagan. Yeyishlar lekin juda ham boshqacha do'stlar. Ko'rasizlar, yeyishlar umuman boshqacha. Va juda ham ko'p narsalar qo'shilgan mana do'stlar. Mana double voice bir narsa. Totem ekan do'stlar. Va o'lib ketamiz do'stlar. Ushadik. O'lsa bu nima? Nimadir. Oxirida o'lib ketamiz va bu modlarni qayerda topishni sizlarga aytaman. Mana shular nima? Endi bu yo'q ekan. Qani isnab beramiz. Otimni. Xullas, buni ham nimagadir craft qilishga kerak bo'lishi mumkin. Biz mana pastda chiqargan narsalar do'stlar. Crafting table 70 xil. Har xil sinab ko'ramiz, nimasi bilan farq qilar ekan do'stlar. Ikkilarini sinab ko'ramiz va moblarni ham sinab ko'ramiz. Chek modlar ham nasay. Yaxshi, bunisi ham qanday graf? Menimcha oddiy rang har xil daraxtlardan yasalgan, shuning uchun. Menimcha shuning uchun. Endi biz nima deymiz? Просто wow, qo'ydilar ekanmizlar. Bu modni men oxirida aytaman. Narsalarning kallasi, qo'yog'i, narsalar, wow, moblar, spawn shorn. Do'stlar, bu juda ham zo'r mod ekan. To'g'risi menga ham yoqdi. Subhead video olishi ham mumkin bu mod bilan. Fonuslar, narsalar kallalar mumkin. Nima edi bu do'stlar? Ayrim o'yinchoqlar, wow, yarimtali rudalar, Thanosni qo'lqoplari, tuxumlar. Nimadirlar o'ylasam do'stlar. Kurus meva ekan. 2-3 ta aniqani sinab ko'ramiz endi do'stlar. Tuxumlar. Anaqadir moblar olyapman, o'zim ham bilmayman qanday moblar olyapman. Mana uni aniqman. Do'stlar, sinab ko'ramiz qanday nimadir. Nima bu do'stlar? Show me.
Ha bu qo'zi qorin odam. Bu qo'rqitma odam. Bu ha bu do'stlar yag'ir, mag'ar qo'y bu. Kimga qarayapsan? Qiynagan. Tarqatib ekan o'zi. Ovoz sal paslatamiz. Chivinda dadasi. Xo'sh. Muzorgasi anaqa bu. Bu sinab biz boshqa tomon azondiga. Bu nima? Urgani bo'lsa. Dinozavrni tuxum. Yo'q, bu dinozavr. Bu Jujan dadasi bu. Jujan dadasi bu. Bu. Sop ko'rishira. Yurishi shunaqami yo otamikan? Otyaptimi? Yo'q, yiqilagan. Yana bitta tuxum sinab ko'raylik bu. Keyin boshqa narsalar tanishtirib obzor qilaman o'zi. Qiziq ketyapman men ham do'stlar. Meni oson ko'ringlar, obuna bo'linglar do'stlar. Mana shuni sinab ko'ramiz. Yo'q, anon bachasi. O'larkan bu. Qancha joni bor uni? Aytsa do'stlar, nima deydi qaraganinglarda mana masalan yer tepada ko'rsatib beraman. Grass yer bunasa. Keyin nomlarini ham hayvonlar qarasanglar ham qaytib ko'rsatib beradi do'stlar. Endi do'stlar birinchi o'rinda Telegramga kirasizlar va sizlar chiqsa mana Baxga ham obuna bo'laman. Mana O'zbek Telegram Minecraft modlar o'zibi kanaliga kirasizlar. Shu tagidan mana do'stlar shu mod edi. Mana Butter on Bedrock by Skupka. MK addon. Mana ko'rasizlar mana 1.21 dan baland telefon uchun versiyalarini ko'rsatamiz do'stlar. Buni reklama qilib yuboray. Qattiq toshlar, yana narsalar. Ko'rasizlar, har xil modlar bor. Ular sizlar bilan fikr bo'ldi, har do'stlar.